Lekin shu skidkaga kelmasangiz, afsus qilasiz. Javob. Qizlar 15 fevral kuni yana iltimosiylarga binoan yana bir kuni bomba chegirma bo'ladi. Hammalarni 9 dan 6gacha Kadishvadagi manzilimizda kutib qolamiz. Qizlarjonlar, vobshe bomba skidkasi bo'ladi. Mana ustimdagi ham skidkaga tushgan. Shanba kuni kechqurun men nimalar skidkaga tushganini qo'yaman, hammasini qo'yaman. Va yakshanba kuni sizlarni kutib qolamiz. Qizlar, kim eng voqli kelsa, o'shalarga eng zo'rlari buyuradi. Sizlar buni yaxshi bilasizlar. Nimagaki bizada narsalar tez tugab qoladi. Shu safar magazinni bombosh qilib ketinglar. Kelishdingmi? Albatta kelishdik. Eng bomba chegirmalar faqat mening do'konimda bo'ladi. Sizlar buni bilasizlar. Kutib qolamiz.